Kuniga 1 tonna. Kommentariyani yozaveringlar. Bismillah. 1 tonna baliqmi rostdan Bobomurod aka? Albatta bir tonna sotamiz. Nimaga bo'lmasa odamlar kommentariyada unaqa yozyapti? Aka sen faqat kelishdan oldin javob bilan qo'shishdan chiqmasin. Kelishdan oldin telefon qilib kelmasanglar, ozgina kutib qolasizlar. Bizda asosan Xorazm sazani, farel va haligi qansiya balig'imiz ham bor. Asosan 70% mijozlarimiz oilaviy. Bundan tashqari do'stlar, ulfatlar, birodarlar va bemalol ayollar gap o'tib qilsanglar ham bo'laveradi. Bu oilaviy o'tiradigan joylarimizda. Pastda esa do'stlar bilan gapda o'tkazishga tapchanlarimiz ham bor. Bobomurod aka, Doston balig'i alohida hissiyotlari suvsida bo'ladi. Ko'p joyda bordim, qanaqadir bu suyuq, lekin sizniki tabiiy. Biz Xorazm baliqlari va Xorazm oshpazlari, hattoki rahbari ham Xorazmlik joyda mehmondamiz. 2,5 kilodan to 6 kilogacha bo'lgan baliqlarimiz aynan shunaqa akvariumda 4 tasida saqlanadi va har kuni kechki payt yangilanadi. O'ylaysizmi? 250 kilodan 4 tasi 1 tonnaya